Xorazm viloyati soliq boshqarmasi mutasaddilari tekshiruvdan servisga tamoyili asosida tadbirkorlar bilan ochiq muloqotlar o'tkazib, ishbilarmonlarning muammo va takliflarini o'rganishmoqda. Bu esa sohani rivojlantirish bilan birga soliq tushumlari to'g'ri va shaffof hisobotlar sonini oshirmoqda. Tekshiruvdan servisga tamoyili soliq tizimini jazolovchi mexanizmdan ko'ra qo'llab-quvvatlovchi va servisga yo'naltiruvchi platformaga aylantirmoqda. Urganch shahar soliq inspeksiyasi mutasaddilari tomonidan mazkur tamoyil asosida olib borilayotgan ishlar har bir tadbirkorga individual yondashuv asosida amaliy yordam ko'rsatilmoqda. Urganch shahar soliq inspeksiyasi mutasaddilari tomonidan mazkur tamoyil asosida olib borilayotgan ishlar har bir tadbirkorga individual yondashuv asosida amaliy yordam ko'rsatilmoqda. Xususan, tadbirkorlik subyektlari bilan o'tkazilayotgan uchrashuvlar natijasida ishbilarmonlar faoliyatidagi kamchiliklar joyida hal etilib, qonun buzilishlarining oldi olinmoqda. 2007-yildan beri men Urganch savdoyida faoliyat ko'rsataman. Shundan beri elden yakka tadbirkor, bugungi kunda MCC 3 xodimimiz bor. Soliq xodimlari shu her ay bizlarga tushuntirib ketadi. Buxgalteriya taraflaman. Bugun shu soliq xodimlari shu ozgina kamchiliklarimiz bor ekan, buxgalteriyamizda, otчетlarimizda shularni bartaraf etishimizga yordam berib ketishdilar. Qolaversa shu yashirin iqtisodga qarshi tushuntirishlar olib turibdilar. Naqd pul to'g'risida hozir elektron pullar chiqib ketdi, hozir ansatrak, ishlash ansatrak, biz uchun ham yaxshi. Aytish joiz, soliq tizimida olib borilayotgan islohotlar natijasida tadbirkorlarga xizmat ko'rsatish sifati izchil yaxshilanmoqda. Endilikda asosiy e'tibor tekshiruvdan ko'ra tushuntirish va ko'mak berishga qaratilyapti. Bu orqali xatoliklar oldindan aniqlanib, ularni bartaraf etish bo'yicha amaliy yordam ko'rsatilmoqda. Zargarlik buyumlari faoliyati bilan shug'ullanuvchi savdogarlar uchun bir qancha qulayliklar chiqdi. Yana bu yil 2026-yilda qo'shilgan qiymat soliqi bizani ish faoliyatimizga kiritib kelindi. Lekin bunda 12% endeksda o'tirgan bo'lsak, prezidentimizning farmoni bilan bu tadbirkorlarga yaratib berilgan qulayliklarini natijasida biz yana 80% pulimizni qaytib oldik. 4 oy davomida, yana masalan yanvar, fevral, mart, aprelni oladigan bo'lsak, 50 million so'm pulimizni biz qaytib oldik firmamiz. Bu bizlara davlatimizni tomonidan ko'rsatilgan katta qulayliklar. Endi qolaversa, soliq xodimlari bizani kelib, yangi qonunlar bilan, qarorlar bilan donishtirib turibdilar. Bundan asosiy maqsad yashirin iqtisodiyotni oldini olish. Bu bizlar uchun ham yaxshi, davlatimiz uchun ham yaxshi. Soliq xodimlari, masalan, bizda kamchiliklar bo'ladimi yoki hisobotlarni vaqtida topshirmay qo'yamizmi? Yoki yangiliklar chiqib, shu qonunda shunday yangiliklar chiqsa, bizani kelib ogohlantiradilar. Bizlarga tushuntirish ishlari olib boradilar. Tekshiruvdan servisga tamoyili tadbirkorlik muhitida ishonchni mustahkamlaydi. Bu esa biznes faoliyatining barqaror rivojlanishiga, qonun buzilishlarining kamayishiga va iqtisodiy faollikning oshishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.